Hammaga salom obunachilar. Bugun biz mana bunaqa eski versiyada o'ynaymiz. Qani eski versiyada nimalar bor ekan, nimalar yo'q ekan. Boshqa kirishimizga what wow bola. Просто wow. Buni qaranglar bolalar, mana. Shunaqa sovuqancha men xonamda o'tiribman, lekin ashulani bana qo'yib oldi. Bahar keladi bolalar, kelaveradi hozir. Turdi. Xabarim yo'tirdi. Mana bu O'zbekiston bayrog'i men qurganman. O'xshadimi, o'xshamadimi kommentariyda yozib qoldiringlar. Men o'sha sizlardan juda ham katta narsa bo'lgan bo'lardi. Mana bu yerda shunaqasini qilib qo'ydim. Mana buni dastak, просто dastak. Shu yerga просто quashni dastak. Ko'ryapsizlar shuni endi. Men qaranglar bolalar qanaqa narsalar qaranglar. Buni bitta joy bunday qilsa bo'ladi. Qaranglar. Ko'ringlar. Wow. Menga ishi yetishmayapti. Oy. Bu yo'q qo'ymas. To'g'ri. Bo'lib yo'qqa ishi yetishmabdi. Endi bir tarafga. Ko'rdinglar? Tepani ochib ketsam, bundoq qator turgan. Eshiklar qator. Bu O'zbekiston bayrog'i. Bolalar. Просто bu yurtimizni eslab turish uchun qurib qo'yganman. Mana bu yerda adashmasam 1, 2, 3, 4, 5, 6 xil eshik bor. 6 xil eshik. Mana bittasi. Mana ikkinchisi, mana 3, 4, 5, 6. 6 xil eshik. Mana bu yerga bunday qilib qo'ysak. Zo'r. Qarashchi O'zbekiston bayrog'imiz bu bolalar. Mana faqat bu videomiz qisqa bo'ladi. Pianino quraylikmi? Pianino quramiz hozir. Qaranglar, pianino. Mana bunaqadan pianino kim qurishni bilsa, o'shalar ham quradi. Pianino zo'rnasi, nasibda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pianinomiz. Faqat bu videomiz qisqa bo'ladi. Hozir. Ana bitta bir blok ham quramizlar. Shuna qilib yo bitta uzaytirishimiz kerak ekan. Shunaqa bitta uzaytirish kerak. Ne? Saat 12.
shunaqa bir blokdan mayli bir blokdan yo'qman. Hozir yo. Mana valla biz eski versiyadan pianino qurib, pianinodan uy yasadik. Mana dadam mana bunaqa qilib tipaga mundoq qilib pianinoga o'xshaydi. Nima kommentariylar yozinglar. Mana biz shunaqasidan qildik. Bunday zinab pianinoni tomiga chiqib ketsam bo'ladi. Mana bu yerda pianinodan olib qo'yaman. Mana shunda ichida 100 ta kitob bor. Mana bu yerda sandiq, pichkalar, mana bu yerda vestak. Wow. Просто wow. Mana bu yerda yana bitta sandiq. Nimaga ochilmayapti bu? Bo'ldi, ochildi. Mana bu yerda men просто qiziqishga pianino qurgandim, lekin o'xshamadi bu yerda. Qo'ydim. Qaranglar. Ana endi biz mana pianinodan uyimizdan qurib oldik bolalar. Hammaga xayr. Obuna bo'lib, like bosish eslaringizdan chiqmasin. Yana qiziqarli videolar chiqarib turaman. Hammaga xayr.